Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim, qadrli obunachilarim. Bu video ma'lumotimda oshqozon og'rig'i, gastrit kasalligiga qarshi foydali maslahatlarni berib o'tmoqchiman. Aziz do'stlarim, gastrit kasalligini davolashda birinchi navbatda parhezli taomlar, ya'ni oshqozonga yoqadigan taomlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bu taomlar qaynatilgan taomlar, parlangan taomlar bo'lishi shart. Masalan, kartoshka pyure, sabzidan pyure qilib yesangiz bo'ladi. Risovая kasha, greshnevая kasha qilib yesangiz bo'ladi. Tovuq sho'rva, mol go'shtiga sho'rva, baliq sho'rva qilib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Va albatta, o'zingizga yoqqan boshqa taomlarni ham qaynatilgan holda, parlangan holda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi navbatda bo'lsa do'stlarim, stress holatlardan xalos bo'lish kerak. Ya'ni ko'proq dam olish kerak bo'ladi. Oshqozonga nagruzka bermaslik kerak bo'ladi. Aziz do'stlarim, dorilarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda tasdiqlangan sxemalar mavjud. Bu sxemalar bemorni yoshiga, allergiyasi bor yo'qligiga qarab tavsiya etiladi. Men sizlarga hozir meditsinada tasdiqlangan davolash sxemalaridan birini aytib o'tmoqchiman. Bu sxemalarga 4 xil dori kiradi. Birinchisi omeprazol 20 mg dan 2 mahal 7 kunga tavsiya etiladi. Ikkinchisi ribaget 100 mg dan 2 mahal 7 kunga tavsiya etiladi. Uchinchisi bu denol tabletkasi 4 mahal ichish tavsiya etiladi. Agar sizda o'tkir gastrit kasalligi bo'lsa, o'tkir yallig'lanish bo'lsa. To'rtinchisi bu antibiotiklar. Metronidazol 500 mg dan 2 mahal 7 kunga, klaritramitsin 500 mg dan 2 mahal 7 kunga. Albatta aziz do'stlarim, antibiotik ichishdan oldin siz o'zingizda Helicobacter pylori bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun oldingi videolarimda aytib o'tganimdek, ureazniy test topshirsangiz bo'ladi. Qon topshirib bilsangiz bo'ladi. Yoki gastroskopiya qilgan jarayonda biopsiya olib, momentalni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Hurmatli do'stlarim, bu video ma'lumotim sizlarga foydasi tegdi degan umiddaman. Savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring, harakat qilib javob qaytaraman. Albatta men sizlardan kanalga podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lib, do'stlaringizga bo'lishib qolishingizni kutib qolaman.